Assalomu alaykum barchaga qizlar, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Mana sizlarga va'da qilingan o'zidan chiqqan kapishon video darsligini olamiz. Xo'p, materialimiz ko'zlarni chiqazib tashlab o'lchasam, o'zi 2 metr olingan, hozir ko'ramiz. Mana bu 2 metr ekan. Ko'zlari bilan birga 2 metrga ko'zlarni chiqazib tashlasa, o'sha 1.95 qolyapti. Hop, mato mana bunaqa velvet matosi. Hozir tuki bormikin, tovlanarmikin desam, tovlanmas ekan. Shuning uchun bemalol bichoramiz teskari qilib olib. Hop, yenini o'lchab chiqqani 80, 1.60 ekan yana. Hop, agar asos andozangiz bo'lmasa, andozasiz ham ishlab ketsangiz bo'ladi. Chunki svobodni turadigan bo'ladi, o'zidan chiqqan kapishon, ustki kiyim svobodni turadi. Andozangiz bo'lsa, yana ham yaxshi. Hop, mana bizda 50-52 razmer andozasi bu. Agar 50-52 razmer bo'lmasa, hozir tikayotganim bu mijozimiz 50 razmerda, 50-52 razmer. Kenayimga tikib beryapman buni. Hop, agar 50-52 razmer bo'lmasa, o'sha 48 gini ham ishlatsangiz bo'laveradi. Bitta 48 gini ishlatsangiz bemalol 44 dan 50-52 gacha tushaveradi, chunki ustki kiyim. Hop, mana bu 48 ga. Buni orqa qismi yo'qda, mana 50-52 ni orqa qismi bor. Mana orqa qismi bor. Hop, endi ochiq liniyadan biz oldi qismini qilamiz. Buklov liniyadan orqa qismi, yeng qismi spushni bo'ladi. Hozir ko'ramiz qani joylaganimizda orqa bilan spushni etagi bilan sig'ib berarmikin. Bittasini bu tarafga, nariga orqani, etagini bu tarafga qaratamiz menimcha. Bu liniyalardan yeng, cho'ntak-po'ntaklar olamiz. Hop, endi mana oldi qismimizni qo'yib olaman. Bo'yi 115 lar bo'ldi, chisadan pastga tushib qolgan. 3 cm yetadi ustki kiyimlarga, 118 qilib olamiz bo'yini. Mana 118 ni o'lchab oldim. 118 dan keyin mana andozam qo'yib ketaman. Agar andozangiz bo'lmasa, endi erkin asosda spushni ketsa ham bo'ladi. 6 cm qoldirdim men old qismidan. 4 cm dan 8 cm gacha qoldirishingiz mumkin. Bu kapishonkaning kattaroq chiqishini ta'minlab beradigan narsa. Buni mana bu holatda joylashtirib qo'ysangiz, kapishonkangiz katta chiqib bermaydi-da sizga. Buni xohlasangiz keyin kesib kapishonkani o'ziga qoldirib yuborsangiz ham bo'ladi. Oxirida ko'rsatib boraman uni ham. Mana men o'rtacha 6 cm qoldirib oldim oldidan. Endi agar sizda 48 razmer andoza bo'lsa ham, yoniga harakat kiyimligini 3-4 cm qo'shib, bemalol 50-52 ga tushadigan qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana shu oversize narsalarda, ustki kiyimlarda. Lekin ko'ylaklarda bo'lmaydi u narsa. Hop, biz nima qilamiz? Buksa qismini topib olamiz. Beldan 20-21 cm tushib, men 21 tushdim. Nima uchun 20, nima uchun 22 tushishni offlaynda, onlayn andoza darsida qizlarga tushuntiriladi. Qatga qarab tushilishi bu narsani. Hop, endi mana shu 6 cm dan keyin men buksani qo'yib olaman. Hop, tablitsadan ham olsangiz bo'ladi buksani. Biz qizlarimizga tablitsa beramiz tayyor. Hop, ko'krak liniyadan 4-5 cm kengroq qilamiz buksani. Ko'krak liniyaga 2,5-3 cm qo'shaman. Kenglikni mana. Kenglikni qo'shib qo'ydim. Hop, shuni option liniyaga o'lchaganimizda 30-31 chiqyapti. Demak, 34-35 lar qilsak bo'ladi buksani. 34 belgilab qo'ydim hozircha. Endi mana spushni bo'ladi tepa qismi. Oddiy mana shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Lekin men hozir spushni xohlayapman. Bu kenayimga tikaman buni. Spushni yaxshi turadi oversize narsalarda, ustki kiyimlarda bemalol harakatlanasizda. Endi yelka plus yengimizni qo'yib olaman. Bu yerda cho'k haqqi bilan birga 25 lar qildim bo'ladi. Mana shu yerdan 5 cm lar qilaman. Shu 5 cm ga to'g'ri yelkani olib kelamiz. Yelkani to'g'ri olib keldik. Endi mana shu liniyadan hop, men yuqori bilak kengligini qo'yib olaman. Yuqori bilak kengligimiz 50-52 razmerda bo'lishi mumkin. 35-36 cm. Agar 36 bo'lganda ham 2 ga bo'lsa 18 bo'ladi. Kamida 4 cm qo'shiladi bilakka, bo'lmasa ustki kiyimlarda 6-8 qo'shiladi. 6 qo'shganimizda ham 18 ga 6 bo'lsa 24 bo'lyapti. 24 cm olamiz. 24 cm tushib oldik pastga. O'zi ustki kiyimlarda mana bu qismimiz yopilgan vitichkamiz. Vitichkani ochib turib ham ishlatsangiz bo'ladi ustki kiyimda. Hop, endi biz yuqori bilakni qo'yib oldik bu yoqqa 24 qilib. Mana bu ichkariga qiyalashimiz kerak, lekin biz qiyalamaymiz. Chunki qiyalasak bizda o'sha mana bu harakatlanish ko'krak qismi tor bo'lib qoladi. Shuning uchun ichkariga qiyalamaymiz. Hop, mana 24 cm qo'yib oldik. 24 bo'lganda ham tepadan pastdan 1 cm cho'kka kiradi, 22 qoladi. Общий aylana bilak shunda 44 cm bo'lyapti. Ya'ni 8 cm, 7 cm harakat kenglik bilan chiqib kelyapti. Hop, endi etagini kengligini qo'yib olamiz pastki
qismini. Ustki kiyimlarda bel chiqazmaymiz, bel kerak emas. Sababi bu oversize narsalarda zalum tushib qoladi, ortiqcha bunaqasiga zalum tushadi agar bel chiqazsak. Hop, etek kengligimizni qo'yib olamiz. Etek kengligini ham 6 sm dan tashqari 37 lar 38 lar qo'ydim. Etek kengligini chiqazish ham o'sha to'liq offlaynda o'rgatilinadi kursimizda. Hop, bunda ustki kiyimlarda unaqa A shakliga o'xshab keng qilib yuborilmaydi etek qismi. Mana etekka qarab to'g'ri mana bu yeng tugagan nuqtadan olib ketyapman. Ikkita yoniga veris qilamiz. Bu qisqa liniya mana ichkarida qolib ketdi o'sha. Bizada oversize kengroq bo'lgani uchun yeng qismini unaqa chuqur mana bu tarafga tushadigan qilmadim. Shunaqa bo'lgani uchun mana bu tarafda bundoq forma chiqmadi. Spushinida bo'ladi-yu, mana bundoq forma chiqib ketadi spushinida. Ichkariga. Hozir chizmasini ko'rsataman. Mana qarang, spushinida bo'lgandan keyin yengni qiyalab turib bundoq forma chiqib ketadi. Bu forma spushinida chiqmasligi ham mumkin. Даже mana bu ko'krak oshib chiqishi ham mumkin bu tarafga, yengga qarab ham ketishi mumkin. Spushinni 3 xil formada chiqadi. Bu forma to'liq offlaynda o'rgatiladi. Hozir endi tushuntirsam bu ko'p vaqt oladi. Hamma spushinida ham bunaqa forma chiqmaydi. Yeng kalta bo'lib, ko'krak oshib ketsa to'g'ri holatda ham kelishi mumkin. Mana to'g'ri pastga tushib oldik. Qisqa liniyamiz ham bemalol harakatlangan bilan bo'ldi. Endi hop, orqa qismimizni ko'ramiz. Orqa qismimiz sig'sa yengi bilan 3 sig'adi menimcha. Endi tepada kapishyonkasini hosil qilib olamiz hozir. Keyin orqa qismini bichamiz. Orqa qismi oddiy bichiladi, qiyin emas. Hop, oldi bo'yin o'yinni chizmadim, kerak emas oldi bo'yin o'yinni, chunki oldi qismiga umuman hech tekkizmaymiz, kesmaymiz oldi liniyani. Endi mana bu bizda bo'yin o'yindimiz, 7 sm bo'yin o'yindi. 7 o'yiladi. Mijoz xohishiga qarab bu kattalashtiriladi. Bu endi bashmerka razmerku 50-50. Shuning uchun men 8 sm qilib 1 sm ochib oldim buni. Chunki bu kesilib bo'lgandan keyin ochishni imkoni bo'lmaydi-da, o'zidan chiqqan kapishonda. Shuning uchun 8 sm qilib kirib oldim. Endi bizga orqa andozamiz kerak bo'ladi. Endi mana oldi qismini chizib oldik. Hop, mana bu andozani olib qo'yaman. Yoki tursin, sizlar chalg'ib ketmanglar. Mana turibdi andozamiz. Mana shu kamerani yaqinlashtirdim, yaxshiroq ko'rinishi uchun. Hop, biz tepa kapishyonkasini hosil qilishimiz kerak. Kapishyonkani hosil qilish uchun bizga orqa bo'yin o'yinimiz kerak bo'ladi. Hop, orqa bo'yin o'yinini o'sha 8 sm kirgan liniyaga обратный qilib joylashtirdim. Nabarat qilib oldim mana bunaqa qilib. Joylashtirdimda biz orqa bo'yin o'yinini ko'chirib olishimiz kerak mana bu nuqtani. Hop, mana bu bosh qismini qo'ymadim deb bu yoqdan 1 sm kattalashtirdik-ku, buni ham 1 sm ichkariga kirib qo'yibman. Shtobi menga qo'shilsin 1 sm deb. Chunki orqa bo'yin o'yini katta bo'lib ketsa, orqa bo'yin o'yiniga tikkanimizda kapishyonkada kichikroq bo'lsa bo'ladi, lekin kichkina qilib olsa uni kattalashtirib olmaymiz-da biz. Mana shu holatda joylashtirdim. Mana bu chizig'imizdan, yelka chizig'imizdan 3,5 sm pastga tushdi. Hop, endi orqa bo'yin o'yinini ko'chirib olamiz. Ko'chirdim-da, bundan 1 sm tikish haqqini qo'shib oldim. Mana shu 8 kirgan liniyamizga qo'shdim. Bunday qilib qo'shdim-da, endi mana kapishyonkani kengligini o'lchaymiz. 21 sm, yana 42 sm bo'ldi kengligi. Hozir o'rtada yana kattalashadi. Endi tepa qismga kapishyonkani kengligini qo'yamiz. Hop, bashmerka razmer bo'lgani uchun men 34 sm qo'ydim. 35-36 qilsangiz ham bo'ladi. Standart razmerlarda 32-31 qilsangiz ham bo'ladi. Mana chizib oldim. Endi assalomu alaykum. Mana bo'yin o'yinda tugagan nuqtadan tekis qilib tepaga chizib olamiz. Mana kamerani yana ham yaqinlashtirdim sizlarga. Mana bo'yin o'yin tugagan nuqtaga qarab tepaga yurdim. 30, hop, pastdan 34 sm qilamiz. Endi mana shu nuqtani 30 yarimga yarmini topib olamiz. Yarmini topganimizdan keyin mana shundan 3,5 sm chiqamiz. Mana endi kapishyonkani kiyilish kengligi 24 bo'lyapti. 24, 25, общий kapishonka boshga kiyilganda aylani 50 sm bo'lyapti. Endi mana bu nuqtasini chizib olamiz. Mana liniyani ichkariga kirgan liniyasi bilan chizdik. Endi bu liniyani aylanib olib kelamiz. Mana bu o'rtadan 2,5 sm qiyalamiz. Mana shu holatda kapishonkani hosil qilib oldik. Endi bu taraflariga umuman hech kelmaydi. Orqa taraf bilan, chet taraf bilan ishlaymiz biz. Hop, endi orqa qismimiz narigi tarafdan bemalol orqa sig'ar ekan. Orqa etek qismimizni oldida 6 sm dan tashqari 38 qilgan ekanmiz. Bizga etekka 38 sm ровно chiqib berar ekan. Orqani boshini u tarafga qilamiz, chunki mato to'lanmaydi. Keyin mana bu qolgan liniyalardan biz yengi, cho'ntagini bichib olamiz. Yengi ham 4 qavat holatda 24 sm bo'lsa, bizga mana shu 48 sm kerak. Bemalol mana bu yerdan 4 qavat
buklab olib, ikkita yengini bichib olamiz. Ya'ni pushinligini davomida bichamiz. Mana endi oldi qismini kesib olamiz. Kesishdan oldin yana bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Agar mana bu oldi qismiga bunaqa ko'p liniya kerak emas menga desangiz, kapishonka liniyada bizga kerak shu 6-8 sm. Bu yerda kerak emas desangiz, mana bundoq qilib qarsoy qilib pastdan olib tashlasangiz bo'ladi. Mana kapishonkaga yetar yetmas pastdan polni olib tashlaysiz. Lekin o'sha 6-7 sm qoldirishingiz kerak. Buni ichkariga обработкасы ham ko'p bo'ladi, 3 sm. Bir-biriga o'tish hisobi ham bor. Shuning uchun bunga kerak. Endi kapishonka kattaroq qilmoqchiman deydigan bo'lsangiz, bu yerdan 6-8 sm qoldirasiz. Mana tepaga ham 36-37 bemalol chiqsangiz, kapishonkangiz yana ham kattaroq bo'lib chiqib beradi. Hop, endi buni kesib olamiz. Mana kesib oldim. Harakat kengligini o'zi ko'p qo'shganim uchun cho'q haqqi tashlamadim. Mana shu holatda kesib oldik. Mana bu qayladi orqaga. Endi orqa qismini chizib olaman, orqa qismini ham kesamiz, keyin tikilishga o'tamiz. Mana orqa qismini ham joylashtirib oldim-da, kengligini mana oldin bichganimizdan oldim, mana bu kengligini qo'yganimda shu mana 6 sm bundoq chiqazib kengligini oldim. Bo'yini endi mana 8 sm da bo'ldi bu yerda ham, orqada ham barchaga bo'lgani uchun. Yeng liniyamizni olganimizda mana trasichka berib belgilab qo'yasiz. Endi orqa qismini ham kesib olamiz. Oldi qismi buklovda keladi. Oldi qismimiz ochiq liniyada, orqa qismimiz buklovda bo'ladi. Bizda qolgan kusog'imiz, yengini ham shunday bichib olamiz. Cho'ntaklarni bichish qiyin emas. Hop. Mana matoni bo'yi turibdi, matoni eni turibdi. Enini bukladim. Yengimiz, qo'limiz mana shu holatga tushishi kerak. Ya'ni cho'zilmaydigan bo'y tarafi qo'lni bo'yiga, eni harakatlanish uchun eniga tushadi. Endi mana qo'l qismimizda o'lchab olamiz. Mana bu liniyani 24 ga keladi. 24 sm ekan. Agar matoyingiz kam bo'lib 23 sm qolgan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Chunki o'zi yerga tikilgandan keyin bu yana 1 sm kichkina kerak bo'ladi-da keyingi. Hozir bizga ham kamroq kerak ekan, surib olamiz. Mana 24 sm kerak bizga. 24 sm da o'lchaganimda mana bu buklovda turibdi, 4 qavat. Ochiq liniya bilan ishlaysiz, tepa buklov qismiga tegmaysiz. 24 sm belgilari 2 sm qo'ltiqda ichkariga qiyaladi, yeng qismi osilib yig'ilib qolmasligi uchun. Mana buni belgilab oldim-da, endi qo'shimcha yengimizni o'lchaymiz. Hop, qo'shimcha yengimizni agar yelka plyus yengni o'lchab olgan bo'lsangiz, o'shanda mana bu yelkani chiqazib olasiz. Agar yelka plyus yengni o'lchamagan bo'lsangiz, butun yelkamiz bu razmerda 38-19 dan qolgani 15 sm qolyapti. Yeng uzunligi 60 bo'lsa, 15 ni minus qilib tashlaysiz. 60 dan 15 ga esa 45 sm qoladi bizda. Tagiga manjet qo'yamiz. Shuni hisobiga 43 sm lar olaman buni. Tagiga 5 sm manjet qo'yamiz. Endi kengligini 15-16 qilaman. 17 qildim mana. Endi uzun linika mana shu avval linikamiz bilan chizib olamiz, chunki tekis bilan chizsangiz cho'q tortishadi. Mana bu qavat chizib olamiz. O'sha yaxshimi? Yengimiz mana bu holatda qiyaladi. Endi tikilishiga o'tamiz. Mana oldi qismimizni bichib olgan kapishonkamiz, oldi qismi bu. Mana kapishonkalarni alohida overlock qilib oldim. Overlockni ham mana shu o'ngi tarafidan qilasizlar. Chunki chokni biz yorib dazmol qilamiz. Endi mana overlock qilib olgan liniyamizni bir aylantirib shuni tikib olamiz. Mana tikib oldik. Buni yorib dazmol qilamiz. Endi mana yelka qismini ulashimiz kerak. Mana bu narsa hosil bo'ladi. Mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Endi orqa qismini olamiz. Mana orqa liniyamiz ustiga oldi liniyani yotqizdim. Mana bu kapishonkasi bu oldi qismimiz turibdi, ochiq liniyamiz. Mana endi
Kapishyonkamiz o'rtada turadi-da, yengini ulab kelamiz. Yengini ulab kelganimizdan keyin bu yog'iga yelka qismini tikishda rasichka berib yuboramiz. Mana sal yaqinroqdan ko'rsating. Rasichka beramiz. O'rtada tikilgan kapishonka liniyamiz bo'yin o'yiniga tikiladi. Mana bundan moslab ko'rasizlar. Mana bu kapishonka boshlangan nuqta bilan orqa bo'yin o'yinini moslaysiz. Mana moslaganingizda agar orqa bo'yin o'yinda salgina ko'proq chiqsa, buni tagiga olib tikasiz. Agar mana bu xaltumroq tursa, kapishonka liniya kapishonkani tagiga olib tikasiz. Bizda уже rolni kelyapti. Men orqani tagiga olib tikib ketaveraman. Qo'shilgan joyidan zakritka berib. Yelka liniyaga keldik. Mana oldi qismiga kichkinagina 0,5 santimetrlik rasichka berasiz. Rasichka bersiz, keyin bu yoqqa o'tib ketish oson bo'ladi, mana. O'sha rasichkaga keldik, liniyani sanchdik, lapkani ko'tarib, orqa bo'yin o'yiniga kapishonkani kesgan liniyamizni tikamiz. Mana kapishonkani shu ulangan liniyani orqa bo'yin o'yiniga tikyapman. Bu kapishonka bu bo'yin o'yinda bo'ldi. Endi mana ochganimizda mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Mana g'iraylantirib yelka bilan keldik, kapishonkani bo'yin o'yiniga uladik, mana bunday narsa hosil bo'ldi. Mana rasichka berib o'tganimiz hisobiga mana hech qanaqa buklanishsiz chiqib keladi yelkalarimiz. Mana bo'lib chiqib keldi. Endi buni ehtiyot bo'lib ichini overlock qilamiz, chunki mana bu liniyalar bilan qo'shilib qolmasligi kerak edi. Sekin overlock qilamiz. Endi mana tarafini ham dazmol qilib, bitta mana buni ko'rsataman. Mana dazmollab oldim, overlock qilib chokni mana bu yelka chokdan orqaga qarab dazmol qilib qo'ydim. Endi mana bo'yin o'yindidagi mana bu bo'yin o'yindi chokimizni tanaga qaratib turib 0,5 da yurg'izib yuboramiz, chokni yotqizib yuboramiz-da, chunki tanaga qaratmasangiz kiyganda ko'tarilib qoladi. Mana bu yerda kapishonkani chokini yorib dazmol qildim, ikkita yondan bostiriq chok berib qo'yamiz. Orqa bo'yin o'yinimizni o'sha 1 santimetr cho'qda polni tanaga yotqizasiz. Mana bu chokimizni ham bostiriq berib oldim. O'rtadagi kapishonka chokimizni mana bu chok bo'ldi. Endi biz yelkadagi mana bu spushni yengimizni ulab olamiz. Yengni ulashdan oldin o'sha mana bu liniyaga rasichka berib qo'yishimiz kerak. Yeng 24 santimetr qilganmiz. Mana shunga rasichka beramiz. Mana rasichka berdim men oldi qismida, yelka qismini mana 0,5 santimetr o'tkazib turib, keyin orqasiga rasichka beraman. Mana bu holatda qiladigan bo'lsangiz, o'sha tortib ketadigan bo'lib qoladi orqa qismga. Mana u tarafni ham xuddi shunaqa rasichka berib, u rasichkadan bu rasichkaga qaratib turib, yengni o'rnatib olamiz. Mana yeng qismimizni o'rnatamiz. Mana rasichkadan rasichkaga oshiqchasi bo'ladigan bo'lsa, ikkita yondan chiqazib olasiz. Chunki mana yelka chok tikilganda, o'zi qisqarganda, biz yengni 324 uzib olganmiz. Mana shunaqa qilib turib ikkita yengimizni o'rnatib olamiz hozir. Yeng qismimizni o'rnatib oldim. Ikkita yondan bir xil oshiqcha qilib oldim rasichkadan. Mana yeng qismimiz mana bu holatda bo'ldi. Hozir ikkita tarafini ham shunaqa ulab, overlock qilaman-da, keyin ko'rsataman sizlarga. Mana yenglarini ulab oldim. Ezoza hozir overlock qilyapti. Hozir dazmol qilsa, bokovoyni yopamiz, keyin ko'rsataman sizlarga. Mana yeng chokini qilyapti Ezoza dazmol, yeng chokini yengga qaratib qilasizlar dazmol. Qo'lni dalshim tomda qo'yavering. Qo'lingizga ehtiyot bo'ling pariga. Mana bitta tikib, bitta dazmol qilib, ishi chotki chiqadi. Mana pastga yengga qaratib turib, dazmol qilasiz, yelka choklari orqaga qaraydi. Boyagi yengidagi ortiqchasini mana o'sha kesib tashladim. Endi bokovoyni yopaman. Mana bu uchiga anaqa qo'yamiz, ribana qo'yamiz uchiga, shuning uchun bokovoyni yopib olib turib, keyin buni salgina burmaga yig'ib yoki ribanani cho'zib turib tikib, ribana olaveramiz. Mana bokovoyda yopishingizda, mana bu uchidan kelamizda, mana bu chokni yengga qarab dazmol qildik-ku. Mana shu proymadan o'tayotganda ham chok bu yoqqa qarab kelib qolmasin. Mana shu yengga qarab, tegi ustidagi chok ham yengga qarab turish kerak, bu yoqqa qarab o'tib ketamiz. Mana bokovoyni tikyapman. Hozir pastdan 25-30 santimetr yetkazmasdan to'xtataman, chunki ikkita yonga vers qilamiz-da. Shuning uchun где-то bir 25 santimetrlar teparoqda to'xtataman chokni. Mana. Mana yengini o'sha yopib, uchiga manjetdan qo'yib qo'ydim. Manjet qiyin emas, bilasizlar. Mana kapishonkasi. Mana bu taraf hali obработка bo'lmagan. Hozir kiyib ko'rib ko'rsataman sizlarga. Faqat yaqindan bitta ko'ringlar chokni, deyapman mana. Endi hozir kiyib ko'rib, bitta ko'rsataman sizlarga. Vers qismlari mana versda mana shu keladigan liniyani o'zidan kesib qo'ymang, teparoqdan kesib, overlock qilib kelayotganingizda bir qavatini teparoqqa kesib, bu yoqqa yotqizib yuborasiz, overlock to'g'ri o'tib ketadi pastga. Keyin bu tarafini alohida qilib qo'yasiz. Mana vers tugagan nuqta bu bo'lyapti. Mana bu kesilgan nuqta tepada bo'ladi, baquvvatroq turadi. O'ngidan ham shunaqa akkuratni turadi, mana bunaqa bo'ladi.
Mana kapishyonkani kiyib ko'rdim. Oldini обработка qilib qo'ysa, и bitta cho'ntaga qo'yilsa, ikkita tarafiga bo'ldi, bitdi. Mana 44-razmerdan 54-razmergacha bemalol sig'adi. Bu endi men kenayimga qilganman. Kenayim 50-razmerlarda, как 50 emas, shu 50-razmer kiyadilar. Mendan sal to'lacharoqlar mana. Ularga chotki turadi, menga ham sal kattaroq turibdi. Bo'ylarini обработка qilib qo'ysa, yollarini mana vers qildim. Chotki bo'lib bitdi. Mana kapishyonkasini ham bitta kiyib ko'rsatay. Mana bu yollari bunaqa ulanganda qorada hozir ko'rmayaptimi yo'qmi bilmadim. Mana shunaqa qilib kapishyonkamiz chiroyli bo'lib bitdi. O'zidan chiqqan kapishonka nimasi yaxshi? Mana bunday kapishonkani tashlaganingizda ham orqa tushib, mana taraflaringiz svobodniy zo'r turadi-da. Mana. Sizlarga darslar yoqqan bo'lsa, reaksiya va fikringlarni qoldiringlar qizlar.